Buxoriy hazratlarining yurtdoshi bo'lishligi mas'uliyat. Chunki qayerga borsak Buxoriy yurtidan kelgan deb alohida e'tirof qilinadi. Shunday ekan, Buxoriy yurtidan bo'lganlar o'zlari shundan faxr qilar ekan, Imom Buxoriyni bilishliklari, tanishliklari va ularning meroslaridan ozgina bo'lsa ham boxabar bo'lishlari kerak. Imom Buxoriy hazratlari o'zlari 810-milodiy yilda Ramazon oyida Juma kunida dunyoga kelganlar. Otalari Ismoil rahmatullohi alayhi juda ham parhezkor, juda ham taqvoli inson bo'lganlar. Bugun biz Imom Buxoriyni havas qilar ekanmiz, azizlar. Imom Buxoriydek avlodni chiqishini orzu qilar ekanmiz, Imom Buxoriyni otasidan o'rnak olishimiz kerak. Imom Buxoriy hazratlarining otalari olamdan o'tayotganlarida ayoliga meros qoldirdilar. Va aytdilarki, mana shu merosimni, shu davlatimni o'g'illarimga, ya'ni Ahmad va Muhammad, Imom Buxoriy hazratlarining ismlari asli Muhammad ibn Ismoil deyiladi. Akalari Ahmad bo'lgan. Mana shu ikkalalarini ilmiga, ma'rifatiga sarflaysiz deb vasiyat qildilar. Va orqasidan bir gap aytgan ekanlar, qarang. La a'lamu fi mali dirhaman min haramin va la shubhatin. Mana shu pulimni qoldirgan merosimni bolalarimga sarflaysizlar deb turib aytibdilarki, la a'lamu fi mali, topgan molimda bir dirham harom yoki shubhali narsa borligini bilmayman dedilar. Qarang, halol dunyo mana shu olimni yetkazib chiqardi. Otasidan qolgan dunyoda aytibdilarki, bir qancha dunyo qolgan bo'lsa-da, biror dirhamida harom emas, shubha ham yo'q deyaptilar otasi. Mana shu pullarini demak sarflashlikka buyurdi. Demak, bugun savol berishimiz kerak. Bizga ko'pchilik aytibdilar-da, nega Imom Buxoriydek ulamolar haligacha chiqmaydi? Nega Termiziydek ulamolar chiqmaydi? Uning uchun Imom Buxoriyning otasi va onasidek bo'lishimiz kerak-da, shunda chiqadi.